and welcome back to the interview payout series. In today's episode, we are joined by a trader from Uzbekistan who has recently achieved his first successful payout and will be sharing his journey, experience, and key insights along the way. Joining us for this session is Shoruk, our business development representative for the Uzbekistan market, who will be supporting the conversation. So let's dive right in. First of all, congratulations on your recent payout. That's a great milestone. To start, could you please introduce yourself and tell us a bit about your trading background? Alaykum, ismim Shohruh. VMaster Trade kompaniyasida mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi O'zbekistondagi rahbarman. Sizni qilgan payoutingiz, ya'ni so'nggi qilgan payoutingiz bo'yicha ozgina savollarim bor edi, qisqacha. Undan oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Hasan Ubaydullayev. Qayerdansiz Hasan aka? Asli Navoiydanman. Qiziltepa tumanida tug'ilganman. Hozirda Toshkent shahrida yashayman. Juda ham yaxshi. Tradingga nima sababdan kirib kelgansiz? Men bu sohada past 6 yildan buyon borman. 2020-yil boshlaganman. Deyarli Toshkentdagi hamma kurslarni o'qib chiqqanman, faqat Shoh akaning kursidan tashqari. Alxalikda Grow Trading yoki Uranus Invest, Asfandiyev Ibragimov, deyarli hamma kurslarda o'qib chiqqanman. With around 6 years in the industry, what initially motivated you to start trading? Faol ravishda, menimcha 6 yildan beri shug'ullanaman dedingiz, trading. Asosiy sabab nima bo'lgan? Tradingga kirib kelishingizga. Men o'zi bu sohaga 2018-19 diplomatiya universitetini bitirgandan keyin 1 yil magistraturada Latviyada o'qib kelganman. O'sha joyda men qiziqish xonadoshim, qiziqish sababli men ham o'rganganman, boshqa qilganman. 2 yilcha onlayn o'qib, boshqa qilib o'zim ishimda shug'ullanib yurganman. Keyin o'sha bu yoqda bankka ishga kirgandan keyin oyligimdan sekin-sekin o'zim investitsiya ajratib, hamma deyarli onlayn offline kurslarni o'qib chiqqanman Toshkentda vaqt topib. Currently, is trading your primary focus or are you also involved in other work? Trading sizni asosiy ish faoliyatingizmi hozirda yoki boshqa ish bilan ham shug'ullanasizmi? Oxirgi pashta 2 yil bo'ldi bankdan chiqib ketganman, lekin 4 yil 2020dan 24-yilgacha bankda ishlaganman. Oxirgi 2 yildan buyon asosiy faoliyatim shu. That's great. Have you had any previous experience working with other prop firms? Juda ham zo'r. Oldin boshqa prop kompaniyalar bilan ishlaganmisiz? Birinchi ishlagan prop kompaniyam 2022-23-yillarda MFF Kanadani prop kompaniyasi bor. O'shanda ishlaganman. Endi foiz ularda общий maksimum risk 12% bo'lgani uchun eng ma'quli o'sha bo'lgan. Keyinchalik u yopilib ketgandan keyin Funded Next, Funding Tips, yana ICO Pipers degan prop kompaniyalardan ishlab ko'rganman. Lekin ularda ozgina kattaroq risk ishlasangiz, o'sha 1% risk managementda 1% per trade qilib, boshqa qilib cheklovlar qo'yib tashlaydi. Juda yaxshi. Slippage degan narsa ularda kuchli. To'g'risi 1% risk qo'yganda, men deyarli riskni 1% ga moslab qo'ysam, har doim slippage hisobiga kamida $1000 zelkam 1050-1100 dan urilib ketadi. Impuls bilan bozor surib ketadi. Bu V-copy trade lekin bunda slippage deyarli bo'lmadi, borga e'tibor berdim. Har doim stop loss'im maksimum $30-40 plus minus bilan urilmasa, lekin slippage nima bo'lsa ham o'zgarish bo'lmaydi. Joyida uriladi keyin. Absolutely. Strong impulses often drive market shifts and create new trading opportunities. Could you now share how you first heard about our company and who introduced it to you? Juda ham yaxshi. Biz mijozlarimiz uchun eng qulay shartlarni beramiz. Keling endi bizning kompaniyani qayerdan eshitganingiz haqida gaplashsak, birinchi bo'lib kim tavsiya qildi sizga? Bu kompaniya haqida to'g'risi Navoiyda ham sinfdoshlarim bor, ular ham 3 yildan beri trading sohasi ishlab keladi. O'sha Navoiydan bitta ikkitasi shu VMaster Trade'da shunaqa haqiqatan ham real shotlar juda ham qulay narxlarda, eng zo'r shartlarda, bunaqa shartlarda hali instant funding account yo'qman, hammasini o'rganib chiqqanman-da. E8 dan Tradify hammasini ko'rib chiqqanman. Ularda maksimal trailing drawdown, to есть risk tepaga ko'tarib ketaveradi-ku. Masalan, 110 ming qilgansiz, o'sha 100 mingga chiqib qoladi sizning riskingiz. 90 mingga turmaydi. Bunda lekin o'zgarishsiz qoladi. O'shani hisobiga real shot sразу instant funding accountga eng zo'ri VMaster Trade ekanda, shu narsani o'rganib chiqqanman. Trustpilotda ham hammasidan o'qidim. Даже jalba qilgan xodimlarga, klientlarga ham sizlar qaytadan reset qilib, boshqa qilib imkoniyat yaratib bergansizlar.
payout denayat umuman bo'lmagan. Hamma motivlarni deyarli o'qib chiqdim-da, lekin +1, +2larni. Endi 5 tani aytmasa ham bo'ladi. Aha, Buni rahmat. kursdan o'rganganman-da. Eshitganman, to'g'ri. Thank you for your time. Let's now move on to your trading strategy. E'tibor uchun rahmat. Keling endi savdo strategiyangiz va usullar, ya'ni savdo usullari haqida gaplashsak, bizga TradingView yoki MetaTrader ilovasini bo'lishsangiz. Hozir demonstratsiya. Hasan, could you share the main methods you use in your trading? Hasan aka, asosan qaysi strategiyalardan foydalanasiz? Manda asosan Fibonacci bor, keyin Elliott nazariyasi bor. Switchnoyda ham engulfing strategiyasi bor. To есть Switchnoyda ham 3 xil poglaşeniya borda, masalan 100% dagi 75-50% dagi poglaşeniyalar bor. Tana yegan bilan masalan soyalar to'liq yeyilmasa o'zidan oldingi switchani 75%, 50% dagi engulfing deyiladi-da. Lekin 100% dagi engulfinglarda уже masalan trend buy bo'ladigan bo'lsa, o'sha zonalarda dalshi yana reaksiya olib tepaga ketish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Asosan hash sortlarda dalga srochni analiz qilaman, lekin M15, M30 da ham kerak bo'lsa, kratkosrochni откатga ham joyi kelsa kirib qisqa muddatda yoki kichikroq diapazonda ishlab olaman. Now, could you walk us through some of the key trades that contributed to your payout and the strategy behind them? Keling endi sizni payoutingizga olib kelgan asosiy foydali savdolaringizni bizga analiz qilib bersangiz va shu o'rinda strategiyangizni biz bilan bo'lishib o'tib ketsangiz. Masalan, men shu oxirgi 30-sanadagi сделкамni ko'rsataman. Bu yoqda masalan перехай bo'lgan, bar trend bayligini ko'rinib turibdi, ketma-ket перехай bo'lib ketyapti. O'shani hisobiga Fibonacci tortamiz, masalan, o'zidan oldingi oxirgi maksimum perexay qilgan hisobiga mana bu yerda trend asosiy o'suvchi trendga Fibonacci chizamiz. Fibonacci'ni eng shu 23, 38, 50 zonalari kirish zonalari bo'ladi. Endi bu joyda o'sha nakatleniya bo'lib qolganda, switchlar ham sekin-sekin slabiylashgan, boshqa qilgan. Shuni hisobiga bu joyda endi o'sha mana bu oxirgi ikkita impulsni yutish qiyin-da baribir. Trend bayligini hisobiga. Mana shu nakatleniya joyda o'zi bo'ldi, narx pastga yorolmaydi deb, endi to'g'ri tayin qo'yib boshqa qilib likvidность yetishi mumkindir. Lekin oxirgi o'sha 38 o'rindagi anaqa qilganim, сделкам o'zi полный minusdan qoplab, shuni hisobiga plusga chiqib ketganda. So, you are mainly focusing on your buying in line with the overall trend. Could you elaborate a bit more on how you identify those opportunities? Demak, asosiy trend baribir ortga qaytsa ham, lekin buyga. Men masalan o'sha perexay yoki perolov bo'ldimi, o'sha joyga asosan Fibo tortaman-da, keyin kuzatib o'tiraman. Masalan, o'sha asosiy oxirgi trendni hatto 50% yoki o'sha 0.50, 0.38 larga kelsa, katta ehtimol bilan maksimumga tortilishga harakat qiladi-da. Agar impulsdan tortildimi, demak tepada SNR yoki SND zona bo'lmasa, kamida o'sha maksimumga qarab, masalan, mana shu joygacha o'sha tortib, masalan, mana bu joyda men 45-81 da. Kerak bo'lsa, dalifga qilib yana bayam kirishim mumkin edi-da. Maksimumga tortilib 46-15 taga boradi deb. Chunki tepada o'zi hech qanaqangi oralarda SND boshqa zona yo'q. Shuni hisobiga maksimum bir chek qilib mana test qilgan. Lekin barib kuchli buy trend hisobiga buzib ketib olgan tepaga. And could you also share some of your other trades from different days to give us a broader view of your approach? Boshqa savdolaringizni ham ko'rsatishingiz mumkin. Nima deysiz? Boshqa savdolarni ham ko'rsatishingiz mumkin, ya'ni boshqa kundagi. Boshqa kundagi masalan mamuni so'radingizda. Bunda masalan faqat ketma-ket trend sell bo'lib kelgan. Switchni analizga qarasangiz, masalan hech qanaqa impulsni yoki bir poglaşeniya yoki H1 ni o'zi yashil switch, kuchli switch yo'q, mavjud emas. Trend davom etyapti, nakatleniya dalshi mana bo'lib ketgan. Trend sellga ketgan. Bu yerda masalan Elliotni ko'rishimiz mumkin-da. Hozir Elliotimiz trading viewda bor edi, masalan Elliot tanidingmi? Bunda chizolmayman degan hamda trading viewda chizardim. Bu yerda lekin hech qanaqa hozircha masalan minimum yangilangan perolov bo'lgan.
hech qanaqa impulsni switchi darcha bo'lmagan hisobiga, masalan, darcha sel ushlasa bo'ladi-da. Sel ushlasa bo'ladi. Qachonki mana bunaqa o'zi holat ketma-ket 4 ta 5 ta yashil o'zi trendni aniqlasa, o'sha bundan keyingi etaplarda sekin-sekin barga qiziqib boraversa bo'ladi atkattadan. Bu joyda endi balki M5 tami, M15 tami hozir anaqa qilgan bo'lishi mumkindir. Lekin bu yerda switchni, chisi switchni bo'lgan. Ketma-ket masalan slabiy switchdan keyin yana slabiy bo'lyapti, yana slabiy bo'lyapti. Agar trend barga kuchli bo'lsa, bitta qachab keyingi impulsni bo'lib tepaga paglashini qilib berish kerak edi. Lekin darcha yana paglashini bo'lganda o'zidan keyingi qizil switch ham darcha pastga trend bo'yicha aniq ketgan. Mana bu yerda endi katta trend hisobiga o'zi sekin buy trendni sezish mumkin. O'zi paglashini bo'lgan, qarang, ketma-ket o'zi buy trend boshlangan. Bu holatda o'sha paglashini ko'rmaganman, shuning uchun pakas yana bitta impulsdan pastga oqib beradi deb o'ylaganman. So if I understand correctly, you mainly rely on Fibonacci without using trend lines or other tools, right? Tushunishim bo'yicha siz trendoviy liniya yoki biror bir liniyalar chizmasdan faqat Fibonaccidan foydalanasiz, to'g'rimi? Yo'q, trend ham chizaman. Masalan, mana bu joyda trend chisi trend bayga o'zi buzib bergan ko'rsa bo'ladiki, endi to'g'ri, mana bu joylarda men kirmaganman savdoga. Chunki masalan, kunni men orasida o'zimni TPMni bajarganman-ku. Bu yerga kirishim ahamiyati yo'q. Agar yana TPM ko'payib ketsa, men o'zi 10 ming emas, 15 ming, 20 ming ko'tarish majbur bo'laman-da, investitsiyasi ro'l hisobiga. Lekin o'zim uchun analiz qilgan paytda masalan trend buzilgan holatda trendni ham ishlataman demoqchiman-da. Understood. How do you typically determine your stop loss and take profit levels for those setups? Tushunarli. Va shunday analiz vaqtida stop loss yoki take profitni qanday aniqlaysiz? Aynan o'sha joyga borishini. Stop loss'im to'g'risini aytaman, men endi masalan balansga nisbatan ana Nextda, Tipsda ishlaganimda 1% ga qo'yardik. O'shanga sal moslashib qo'yganman, lekin agar imkoni bo'lsa to'g'ri 2-3% ga qo'yib buni qilaveraman men zelkani, stop loss'imni. Chunki joyi keladi, men har doim ham optimal nuqtadan kirmayman-da. Masalan, Fibonacci 0.50 dan kirsam, 0.23 ni ham bir trend bilan ozgina pastini chek qilib, pastdagi SND zonaga bitta tegib uchib ketishi mumkin. O'shaning uchun 0.50 dan kirdim, masalan, stop loss'im meni risk management bo'yicha buzmasa, kerak bo'lsa 0 o'rindan pastga qo'yaman. Agar o'sha stop loss'im masalan bu mana hozirgi shotimga nisbatan $850 nisbatda bo'lib tursa. O'sha qachon 0.23 ni tanasidan buzsa, lekin o'sha u holatda katta ehtimol bilan masalan pastga yana ketish mumkin. Lekin men stop loss'im ideal joydan har doim kira olmaganim hisobiga maksimalni masalan prop kompaniya qancha ruxsat bergan bo'lsa, Tipsda, Nextda ishlagan paytim 1% bergan bo'lsa, 1% qo'yganman. Endi 5% qo'ymaganman lekin, chunki 5% qo'ysa o'zi 2 kunda stop loss olinsa kuyib ketadi shot. Aslida endi 0.4 juda ham katta lot hisoblanmaydi. 80 punkt, 90 punkt masalan atkat bo'lgan taqdirdagina 3000, 2.5 minus bo'ladiki 0.4 daga. Buni hisobiga hatto endi analizim agar haqiqatan ham trend bo'yicha ishlasam, uncha-munchaga 90 punkt, 80 punkt atkat bermaydi deb. To'g'ri. Bu erinroq ishonch bilan kirasiz. Hozirgi bozorni qanday analiz qila olasiz? Trend qaysi tarafga yuradi? Buy men uchun analiz buy. Nimaga asoslanib? Masalan, men bu yerda paglashini zo'r bo'lgan. Men o'zidan oldingi kichkina switchani tanasidan, masalan, ham tanasi bilan ham soyasi bilan ikki tomondan ham yegan. Paglashini buy. Hozir hammasini o'chirsam bo'ladimi men bilan? Bo'ladi. Kitob oxirgi Fibonacci chizish mumkin-da, adashib ketmaslik uchun. Masalan, bu ketdi, oxirgi trendni 50% dek o'sha nima deydi, atqatib bajarib bo'rilgan. Любой bitta maksimal trenddan keyin e'tibor bersangiz 0.60 ga yoki 50 ga qachon bitta atqat bo'ladi. Masalan, bu Elliot nazariyasi bo'yicha masalan nima desa bo'ladi? Men bu birinchi valni desak, men bu ikkinchi valni hisoblanadi, uchinchi valni odatda eng katta valni hisoblanadi. Bu uchinchi val. Men bu 4-atkat valni bo'lyapti, 5-valnamiz hozir kamida maksimumgacha tortib beradi. Ba'zan neudachniy valni hisoblanadi, 5-valni maksimumni yangilamasdan M model qilib pastga ketib qolishi mumkin. Lekin agar maksimum tanasini yangilasa, bu kamida 50.068 ga boradi. 5.068 ga. Bu joyda 0.50 da menda o'zi paglashini bor.
Endi H1da masalan Mambo Fibonacci'ni Mambo oxirgi bunisini ham qilsak bo'ladi, bunisini ham qilsak bo'ladi. Ba'zan bunisi yaxshi ishlaveradi-da. Oxirgi trend bo'yicha endi men ko'pincha buni qilaman. Balki mana bu joylarga bir bozor likvidity yechish uchun mana bu joylarga 38 dagi kelib test qilishi mumkin, lekin katta ehtimol bilan 47-71 ga boradi. Agar o'xshasa, darcha yana tepaga qarab o'sha 50-68 ga H4dagi analizim bo'yicha tepaga ketish kerak. 50-68 da ham bu yerda ham masalan o'sha Mambo zona ham kuchli SND zona hisoblanadi-da. Shu joyni bir bor berishi mumkin. Oxirgi trend ham e'tibor bersangiz, masalan, mana buni olsa oxirgi sell trendni hisoblasak, sell trendni ham o'sha 0.23, 0.50 zonalari o'sha ko'pisi ananga to'g'ri kelyapti-da, 0.38. Atkat qachab 0.50 ga o'zi kelib bergan, 0.50 dan kelib bergan. Thank you for the insightful analysis. Could you now share more about your trading psychology and the mindset? Juda ham zo'r va tushunarli analiz qilib berdingiz, rahmat. MetaTrader ilovasini yopishingiz mumkin. Keyingi savollar shaxsiy. Aha, psixologiya va tradingga oid savollar bo'ladi. Hop, eshitaman. Hozir ko'rinmadingiz, o'zingizga o'tkazib olasiz ekan. Transaksiyani astana aytib qolaman. Automated tools like expert advisors and AI trading system are becoming increasingly common. What's your perspective on them? And do you personally use any in your trading? Savdoda avtomatlashtirilgan vositalar, ya'ni expert advisorlar deyiladi, robotlar. Shulardan foydalanasizmi? Hozir juda ham urf bo'ldi O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, umuman trading sohasida AI agentlar urf bo'ldi. Shunga qanday qaraysiz? O'zingizdan foydalanasizmi? Yo'q, lekin hech qachon foydalanmaganman. Bir qiziqib ko'rganman, 2000-3000 dollarga shunaqa robotlar bor, oyiga 5%, 10% tashlayveradi. Lekin robotlar analizga baribir teng kelmaydi-da, birinchidan. Robot o'zining yo'liga, unga minus qilsa, masalan, garantiya yo'qda, u jalba qila olmaysiz uni ustidan. Understood. Selecting the right trades is clearly a key part of your process. Could you share how you decide whether to, enter or stay out of a trade, especially in situations where, the analysis may not go as expected? Qaysi savdolarni ochish yoki qaysilarini o'tkazib yuborish, ya'ni misol uchun analizingizga keldi, aynan shu bozorga kirish yoki kirmaslikni qanday aniqlaysiz? Bir xil holatlar bo'ladi. Analiz qisman noto'g'ri tushadi yoki ichingiz chiqmaydi shu savdoga kirishga. Shularni qanday aniqlaysiz? Masalan, men yangiliklarga baribir e'tibor berib qarayman. Shu yangiliklarda paytida impuls berib, shotni kuydirib yuborish ehtimoli katta bor prop kompaniyada. 2%dan biz bor imkon qadar shu yangiliklardan oldin kirmaslikka harakat qilaman. Mayli analiz o'xshagan taqdirda ham teng qo'yib stop loss olib ketmasin deyman-da, iloji boricha yangiliklardan keyin kirishga harakat qilaman. Ikkinchisi, agar globalniy H4da analizi masalan buy bo'lib turgan bo'lsa, o'zi normal atkat bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, u erinroqman, lekin kirib harakat qilaman. Lekin globalniy trendda buy anchagina maksimumga borib anaqa turibdi, nakapleniya bo'lib turibdi, darsi buyga ketish ehtimoli bormi yo'qmi? U joyda SND zona masalan kuchli bo'lsa, obratni yana sellga yana bitta atkat berishim mumkin-da. U joyda harakat qilaman, endi kirmaslikka yoki kichkinaroq time frame da Fibonacci'ni 0.38-0.23 zonalari yaxshi ishlasa, balki atgatga sell kirib. Lekin psixologiyani asosan yangilikka qarayman-da. That's a great point. Trading psychology becomes even more important, especially in today's market where, there is a constant news flow and uncertainty. In such high pressure situations, how do you manage your emotions, stay resilient and maintain the confidence to continue trading effectively? Aynan psixologiya bo'yicha yana to'xtalmoqchi edim. Savdoda kuchli bosim bo'ladi, o'zingiz aytganingizdek yangiliklar bor va hozirgi aynan 21-asrda notinchliklar bo'lyapti har xil. Shunday holatlarda qanday o'zingizga sabr berib, bardosh berib, qanday o'zingizga dalda berasiz? Bu holatlarda savdoda muallaq turishlikni. Endi to'g'risi prop kompaniya bari ancha beginner hisoblanadi-da. 200 dollarga masalan xohlaysizmi yo'qmi, 5000 risk beryapti. 20 barobar, 25 barobar kam pul bilan men 5000 risk sotib olyapman. Endi unchalik darajada masalan shot kuydirgan taqdirimda ham psixologik nagruska bo'lmaydi o'zi.
kuniga 20-30 dollar rasxod bo'ladi. 10 kunlik rasxod bitta shotga ketadi. Lekin bir marta yetsam, balki kerak bo'lsa 10 ta shot pulini qoplab depozit ushlab turishim yaxshi. Unaqa pul jihatdan masalan psixologik давление bo'lmaydi-da. Eshitilyapti endi. Sharoitim yaxshi bo'lgan hisobiga u darajada masalan 200-300 dollarga shot olib sirtgan taqdirda ham psixologik umuman davleniya bo'lmaydi, to'g'risi. Understood. Another topic that's been getting a lot of attention, especially in Uzbekistan, is Razgon. Many newer traders seem to be taking higher risk in hopes of quick gains, which often leads, to significant losses. So what's your perspective on this approach, and what advice will you give to those traders? Tushunarli. Hozirda O'zbekistonda yana bir trend bo'lgan mavzu bor. Uni siz ham eshitgansiz, ya'ni Razgon mavzusi. Shunga qanday qaraysiz? Yangi kirib kelayotgan traderlar Razgon qilaman deb ancha-muncha pulni yo'qotib qo'yishyapti. Bundan xabaringiz bo'lsa kerak. Shularga qanday tavsiyalar berasiz? Yo Razgon yaxshi temami? Yo'q, men to'g'risi asosan prop kompaniyada ishlaganim uchun ko'p prop kompaniyalar one side getting, beating degan strategiyani ma'qullamaydi. To есть ketma-ket 1-2 marta to'g'ri tarafda ochsangiz, 3-4 ta сделкani. O'shani ham bizning riskimiz qonunimizga to'g'ri kelmaydi deb отказ qiladi. Shuning uchun men bu narsaga deyarli qiziqmayman. Kirish tochkalari men har doim ideal bo'lmagan hisobiga men M1 M5 ta unaqa razgon qilib 50 dollar 100 dollar unaqa 5 minutda yo'qotish variant emasman. Men kamida 20-30 punkt stop lossga harakat qilaman. Globalniy trendga tushgan bo'lsam 70-80 punktni lekin uchayman harakat qilib. Unaqa 5 punkt 10 punktga men idealni tochka qo'yatlarim kamdan kam lekin tan olaman. Shuni hisobiga kamroq lot ochib harakat qilaman. Riskni to'g'ri boshqarishga. You approach trading professionally. So how do you stay motivated to, re-enter the market after losing trade? Savdoga professional tarzda yondashar ekansiz. Yo'qotilgan savdo bo'ladi, stop losslaringiz uriladi va shunday holatlarda yana bozorga qayta kirish uchun qanday dalda berasiz o'zingizga? Men lekin to'g'risi har stop loss olganimga nimadir o'rganaman, chunki stop lossni oxirigacha kuzatib o'tiraman-da. Meni сделкам. Pilisimni deyarli kuzatmayman. Pilisim tepa o'rdimi, bo'ldi, qaytib backtest qilmayman. Lekin stop lossni сделкам minus bo'ldimi, oxirigacha shu minusni topib pilisga chiqadim yo'qmi, ketma-ket qadamini kuzatib, M5 da nimaga bo'lyapti, darchani selga paglashini ketyaptimi agar bayda turgan bo'lsam. Harakat qilaman. Bor bilan qarashda yopayin degan ikkilanish bilan o'tiraveraman. Lekin o'shaning uchun tepalarimda unaqa darajada praktika bo'lmagan. Sel olsam lekin har safar bitta dars olaman o'zim uchun. Absolutely. Learning from mistakes is a crucial part of growth, and it's great to see how you have turned those experiences into valuable lessons in your trading journey. Xatolardan o'rganar ekansiz, juda ham zo'r. Seldan. Men asosan seldan dars olaman, lekin take profitdan uncha-munchaga e'tibor bermayman. Backtest qilmayman umuman. Patience clearly plays a fundamental role in achieving consistent and successful trading outcomes, especially when it comes to making well-timed and disciplined decisions. Sizningcha muvaffaqiyatli savdoda, ya'ni tradingdagi muvaffaqiyatli bitimlarda sabrning o'rni qanchalik muhim? Lekin masalan, men oldin ko'p shunaqa emotsiyaga berilib, ozgina сделкам pilis 200-300 dollar bo'lsa yopardim, boshqa qilardim. Zararim lekin minus 2000, minus 3000 gacha ushlagan paytlarim bo'lgan. Masalan, 100 minglik shotlar olganimda realga chiqarsam, har nima 200 dollar kiryapti, har nima 300 dollar kiryapti deb yopib qo'yardim, lekin joyiga kelsa bitta сделкам bir teskari yurib qo'yadi, stop loss oxirigacha ushlashga harakat qilardim. Minus 4000, minus 5000 bo'lib ketardi. O'sha dars bo'lib уже unaqa to'ys haqiqatan ham сделка qilindimi? Stop loss tepa qo'yildimi? Oxirigacha kutish kerak. Hatto tepani urovini Fibonacciga mos kelsa yoki bir maksimumga yaqin bo'lsa SND zonasiga tavakkal qilib ushlash kerak edi, chunki matematika ham buzilib ketadi-da. Tepani har doim demak, analizga ishonish kerak va kutish kerak. Tepa risk sootnosheniyasi agar juda ham katta bo'lib ketsa, qachondir 10 tadan bittasi, ikkitasi, hamma bitta sel, hamma tepani urib ketib qoladi-da. Thank you. Now, let's talk about your overall experience with our platform. Could you share your thoughts on, the tools, the rules, and how they have supported your development as a trader? Juda ham to'g'ri. Keling endi bizning platformadagi tajribangiz bo'yicha gaplashsak.
Bizni umuman kompaniyadagi ham platformamiz haqida umumiy tajribangiz qanday? Qaysi instrumentlarimiz yoqdi, qaysi qoidalarimiz yoqdi va ular sizga tradingni yanada rivojlantirishga yordam berdi? Instrument deganda endi asosan produktlarni aytyapsiz, to'g'rimi? Aha. And given the risk management rules like the daily drawdown, maximum loss, and per trade limits, how have this helped shape your trading discipline? Bilasiz, bizda qoidalar bor. Kunlik 5%, maksimal 10% va har bir paralarda 2%lik riskimiz bor. Bular qanchalik yordam berdi sizga? Men boshqa shotlarni ko'rdim, deyarli ko'pida 1% risk bor ekan, даже demo versiyalarida. O'shancha 2% risk baribir bo'lamaydi, trader uchun yaxshiroq. Chunki zarar ko'pincha bo'ladi-ku baribir. Shu 2% risk bo'lgan joyi yoqda, masalan, Next'da men 1% risk bilan ishlaganman, juda ham qiynalganman. Ham slippage bo'lgan hisobiga u 1% ham qo'ya olmayman-da. $1000 riskka men kamida 750 qo'yishim kerak. 5-6 punktlarni ham ba'zan urib ketib qoladi-da, agar 0.5, 0.6 bilan ochsam. Yozlarda 96 ming, 97 ming joyda kuyib ketgan shotlarim bo'lgan. Shuning uchun 2% bo'lgani menga juda ham ma'qul. Endi katta shot ochmaganim sababi hali birinchi marta. Lekin Transpilotda masalan hamma odzivlarni o'qidim. Negativ odzivlardan baribir anchagina pozitivda yuradi, lekin ma'nosi. Hamma klientlarni podерка qilgansizlar. Absolutely. Mistakes are, natural part of trading, but learning how to manage and grow from this, that's what truly makes a difference in the long run. Tradingni xatosi bilan bo'ladi. Ko'p holatda negativ odziv, lekin o'sha xatoni keltirib beramiz. Bilasiz, odamzod o'zini xatosini tan olishi qiyin, yo'q bo'lib qolishadi. Bu bor gap. Mijozlarni qo'llab-quvvatlash. Aha. Gapiring. Shartlaringizni o'qiganimda men to'g'ri bittaman qaysi shartlarni ko'rmay qo'yganim. Consistency rule, agar 30% dan 20% o'rtasida bo'lsa, 10% payout profit berilar ekan-ku. O'sha joyni men bilmagandim to'g'risi. O'sha hisobiga 20% dan tushirib, qaytadan masalan payoutim reject berib, 57 ming shotimni 61 ming qilib, o'sha 50% lik payoutga masalan o'sha ham imkoniyat berildi. Masalan, boshqa kompaniyalarda payout zayafi beriladi, approve bo'lgandan keyin unaqa imkoniyat berilmaydi, kuyib ketadi. Sizlarda news tradingda ham masalan boshqa kompaniyalarda news tradingda сделка mumkin emas degan, agar mumkin bo'lsa ham 40%, 50% beramiz degan, sizlarda unaqa cheklovlar ham yo'q. Bemalol news tradingda ham katta plyus bo'lsa ham ushlab tursa bo'ladi-da. Thank you. How would you evaluate your experience with our local Uzbek support team, and is there any feedback you would like to share? Mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi O'zbekistonda bor, ya'ni o'zbek supportlarimiz bor. Ular siz bilan muntazam aloqada bo'lib turishdi. Shu tizimni qanchalik darajada baholaysiz va shikoyat takliflaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz. Bu O'zbekistonda o'zbek vakillari orqali bunaqa support team borligi bu eng katta plyuslardan bittasi deb o'ylayman. Chunki joyiga kelgan nechta firmalar bilan ishlagan bo'lsak, ehtimol boshqasi umuman pochta orqali javob bermay qolgan holatlar ko'p bo'lgan. FX5 degani bor edi yoki ko'p kompaniyalar bilan ishlaganmiz. Haqiqatan support tizimi juda ham pochtadan kelmaydi. 2-3 kunda bir javob yozadi. Aniq javob yozmagan hisobiga o'zi odam bezib ketardi. Даже shotlarimiz qolib ketgan paytlar ham bo'lgan. Bunda ham WhatsApp orqali onlayn sraz javob berishadi. Ham o'zi mana siz O'zbekistondagi biznes vakili sifatida siz ham sraz javob beryapsiz. Ham pochtadan haqiqatan ham o'zlarini risk teamga, o'sha WeSupport teamga yozganimda ham srazi 1 minutga javob keladi. Bunaqa support hali hech qaysi prop kompaniyada ko'rmaganman. Onlayn chatlarda ham даже botlar javob berib o'tiradi ko'p kompaniyalarda. Lekin sizlarda bot emas, faqat personalda o'zi javob berib, kerakli javobni har doim olib kelganman. Support bo'yicha lekin birinchi o'rinda deb ayta olaman sizlarni kompaniyani. Thank you again. As a final question, would you recommend our platform to other traders, and what aspects stand out the most for you? Rahmat. Va so'nggi savolim, VMaster Trade'ni boshqa traderlarga ham tavsiya qilasizmi? Agar ha bo'lsa, aynan qaysi jihatlari uchun? VMaster Trade'ni boshqa traderlarga ham, xudo xolasa, o'zim atrofimdagi kursdoshlarimga, Navoiydagi o'sha sinfdoshlarimga hammasiga tavsiya qilib ko'raman. Kim demo shotni challenge 2 dan 8-5% ko'tarib realga chiqargandan ko'ra, bu ham narx bo'yicha juda maqbul bo'lgan yaxshi. Tayyor akkaunt, ham risk menejmentlari ham zo'r joyga qo'yilgan. Menimcha bu shartlarda o'zi savdo qilib payout qilgan odam o'zi professional trading sifatida o'zi. Great to hear. A smooth experience on a real account is definitely essential for consistent trading performance. O'zini his qilib Real balansda ham bemalol ishlayveradi.
Real balansida ham o'zi ishlasa bo'ladi keyinchalik. Exness'dan boshqa shotlardan shot olsa. Mhm. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Savdolarda keyingi ishlaringizga omad. Katta rahmat sizga ham. Well, once again, a big thank you to Shoruk for your support throughout this session. That brings us to the end of today's interview. If you enjoyed this conversation and found it valuable, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications so you can stay updated with more payout stories and trading insights. Wishing you all the best in your trading journey with Master Trade. See you in the next episode.